Ekin yerini ijaraga beruvchi fermerlar va yerlarni ijaraga oluvchilar uchun zo'r qonuniy yechim bor. Siz bu haqda bilarmidingiz? Agar xabar topmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqda batafsil bilib olasiz. To'g'rirog'i, endi fermerlar o'z ekin yerlarining bir qismini qayta ijaraga berishlari mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda mahsulot yetishtirishning uzluksizligini ta'minlash va yerdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 172-sonli farmonida belgilangan. Shartlarini bilib oling. Yer maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lib qolmasligi kerak. Yer kontur asosida bo'linadi, sug'orish tizimi mutlaqo buzilmaydi. Qayta ijara rasmiy davlat xizmati orqali amalga oshiriladi. Bu sotish emas, yer baribir sizniki bo'lib qoladi. Maqsad bitta, yer bo'sh yotmasin, ekin ekilib hosil olinsin. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bu videoni fermer tanishlaringizga ulashib qo'ying.